Urgutda maxsus zig'ir yog'ida pishgan osh qanday tayyorlanadi? Birinchi navbatda qozonga zig'ir yog' quyilib, olov yoqiladi. Kerakli issiqlik yetgach, mol go'shti birin-ketin qozonga tushirar ekan. Undan keyin pay va iliq suv ili solinib, ustidan ozgina piyoz solindi. Endi navbat sarv sabziga. Sabzilar tekislanib, yanada yumshoq pishish uchun birinchi no'xat, mayi, zira va suv quyishar ekan. Keyin yana ustidan yana sabzi solinib, maxsus yopinchiqda dimlab qo'yildi. Oradan ma'lum vaqt o'tgach, yangi marli yozilib, ustidan guruch solishar ekan. Oshni boshqacha bo'lyapti lekin. Endi eng muhim jarayon guruch yetiltirish. Bu uchun holatga qarab suv solinadi yoki solinmaydi. Muhimi guruch yaxshilab parlanishi va bir tekisda maxsus zig'ir yog'ida shira tortish kerak. Qarabsizki, Urgutda mashhur palovxon torasi tayyor. Endi qozondan xil-xil bo'lib pishgan go'shtlar olinib, to'g'riladi. Qaynolaganlarga guruchlar sakratilib, ustidan yiltirab turgan sabzilar solib beriladi. Ishtahali jarayoni nima demadingiz? Bu joy Malik yaqinida joylashgan bo'lib, ochilganiga ko'p bo'lmadi, lekin ko'p mijozda xursand. Go'shtlarni mahalliy go'shtlardan ishlatishgan. Qani maqtashgancha bormikin? Mazasi rostdan ham ajoyib. Rasam yoqdi. Xullas, haqiqiy Urgut oshini yegiz kelsa, Temur zig'ir oshi kiyverasiz. Manzil Bog'ravon 41. Lokatsiya Telegram kanalda.